Arzonroq Captiva so'raganga Captivamiz keldi. Mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi bitta asvejit qilingan, yengil, udar yo'q. Motor korobka hadovoylari yaxshi turibdi. Yurib turgan mashina propan gazda harakatlanadi mashina. Narxini aytib o'tamiz. Boshida $5800 berib yuboriladi naqd pulga. Variant nasiya yo'q, lekin barterga arzonroq mashina bo'lsa olib qolaveramiz. Devo mashinasi faqat. Motor korobka hadovoylari yaxshi, gem beriladi. 4 ta baloni yaxshi turibdi. Salonlari yaxshi chexollar taqib qo'yilgan. Orqa disk sidinasigacha bor. 400 ming oshiqroq yurgan probek. Motor korobkalarni qilib qo'yilgan. Ko'ringlar, bosib yuboringlar. Gendavenis beriladi. Nomerlarni tagiga yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib so'rasizlar. O'zimizda turibdi mashina. Narxini oxiri shu 5800 ga berib yuboramiz. Bosinglar akalar. Avtosherxonga bitta like bosib qo'yasizlar.